alaykum aziz muxlislar va Faiz Mebel kuzatuvchilari. Hozirgi ko'rsatayotgan modelimiz Chester fason bo'ladi. Oyoqlari, qo'l qismlari butunlay 100% chinordan yog'ochidan ishlangan. Razmerlarga keladigan bo'lsak 230 ga 330 bo'ladi. Ikkita pufiklari, 3 ta yostiqlari komplektida bo'ladi. Kelinglar yaqinroq keling. Orqalarini ko'rsangiz, buning 100% materiallari ham o'zidan ishlangan. Bor va qo'l qismlari 100% yog'ochdan va oyoq qismlari ham xuddi shunday chinordan ishlangan. Bu ikkalasi ham plotnosti 24 plotnosda bo'ladi, o'tirib qolmaydi umuman. Bu fason yarim Chester deb ataladi va yangi fasonimiz reflionli ko'rinishda tikilgan va hozirgi zamonaviy. Buni qo'l qismlarini ko'rsanglar, yaqinroq. Mana bu joylari 100% yog'ochdan ishlangan. Avvalni qilib oyoq qismlari ham juda ham ajoyib va mana bu yoqlari reflionli ko'rinishda tikilgan. 3 ta yostig'i bo'ladi, 2 ta pufiklari. Bu ham 340 ga 230 bo'ladi razmeri. Yangi fasonlarimizdan biri va 4-chi modelimiz. Buni ham orqalari aytgancha 100% qoplangan. Buni bu 330 ga 230 lik va bu tayi ochiladigan va u tomoni sandiq bo'ladigan. Uzun tomoni sandiq bo'ladi, qisqa tomoni uzun tomoni ochiladi, qisqa tomoni sandiq bo'ladigan modelda bo'lgan. Narxi buni 6 million so'm. Endi kuxurli modellarimizga keladigan bo'lsak, bularning razmeri 2 ga 1,5, 2 ga 1,60 bo'ladi. Juda ham ajoyib ishlangan. Bularni ham gubkalik emas, bular ham prujinali, ya'ni pampers prujinali. Bular umuman o'tirib qolmaydigan darajada ajoyib sifatli ishlangan. Ikkita qismida ham tayida sandiqlari bor. Bularning narxi hozirgi kunda skidkada $200 va bu mebellarni ham so'ramoqchi bo'lsangiz narxlarini bemalol bizga yozishingiz mumkin va qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bemalol narxlarini chiroyli qilib beramiz. Optim birinchi qo'lda.